Qadrdonlar, kartoshkamizga kecha ochar oldik. 2 marta kultivatsiya bo'lgan. Hozir mana bo'ylari. Mana holat. Bu yoq gala. Bu tomonda Santa bilan Esma navlari bor. Pokistonniki, bu Rossiya gala ekilgan. Bugun 2-avgust 2026-yil. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bizning fermer xo'jaligimiz Toshkent viloyati Ohangaron tumani Sobrahimov hududida joylashgan. Ko'pchilik qayerda joylashgan deb so'rayapti. O'shanga aytib o'tyapman. Bugungi kunda mana shu holatda kartoshkalarimiz ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, endigi qiladigan ishimiz erta yo indin, menimcha ertaga suv olamiz, sug'orishni boshlaymiz. Bizda hozirda qilinayotgan ishlar shulardan iborat. Bizni qo'llab-quvvatlab, kuzatib borishni to'xtatmang. Hammangizga rahmat.